Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Tadbirkorlik menejmenti fanidan ikkinchi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy huquqiy shakllari, tadbirkorlik faoliyatida marketing siyosati va tadbirkorlik faoliyatida shartnoma munosabatlari bilan gaplashib o'tamiz. Demak, ma'ruzamizda ko'rib chiqadigan asosiy rejalarimiz. Birinchisi, tadbirkorlikka iqtisodiyotda tutgan o'rni. Ikkinchisi, tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy huquqiy shakllari. Uchinchisi, tadbirkorlik faoliyatida marketing siyosati va to'rtinchisi, tadbirkorlik faoliyatidagi shartnoma munosabatlaridan iborat. Birinchi rejamiz tadbirkorlik iqtisodiyotda tutgan o'rni va biznesmen va tadbirkorlik o'rtasidagi farqlar tushunchasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bozor iqtisodiyoti subyektlarini xo'jalik faoliyatida tadbirkorlik va biznes tushunchalari o'zaro yaqin bo'lib, amaliyotda ular bir-birini almashtirishlari mumkin bo'ladi. Rus adabiy tilida, lug'atida biznesmen go'yoki tadbirkor, ishchan deb bilinsa, biznes esa faoliyat, foyda keltiruvchi mashg'ulot deb tushuniladi. O'zimizda o'zbek tilida tadbirkor va biznesmen kabi tushunchalar bilan ishlab chiqarishi, o'sha dallolchilik, ya'ni dilerlar, brokerlar, agentlarni tushunishimiz mumkin. Savdo, moliyaviy va innovatsiya faoliyatlari bilan shug'ullanuvchi ma'lum miqdorda daromad olish niyatidagi insonlarni ifodalab beradi. Tadbirkor va biznesmen kabi tushunchalar ularning iqtisodiy faoliyat sohalarida ko'rilayotganda ma'nodosh deb hisoblanmaydi. Demak, biznes tushunchasi tadbirkordan ancha kam ma'noga ega deb qaraladi. G'arb davlatlarida esa bozor iqtisodiyoti haqida adabiyotlarda biznes jamiyati talab va xohishlarini qondirishga qaratilgan ishlab chiqarish tizimi deb tushuntirib o'tiriladi va tadbirkorga nisbatan biznesmen keng tushuncha deb qo'llaniladi. Tadbirkorlik faoliyatida biznesni bir shakli sifatida namoyon bo'ladi va uni turli sohalarda amalga oshirish mumkin. Masalan, tadbirkorlik to'g'risidagi qonunga asosan tadbirkorlik fuqarolarini foyda yoki bo'lmasa shaxsiy daromad olishga yo'naltirilgan mustaqil tashabbuskor faoliyati bo'lib, u fuqaroni o'zini yoki bo'lmasa yuridik shaxsi mulkiy javobgarligi asosida amalga oshirib boriladi. Tadbirkorlik faoliyatini quyidagi shakllarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi yakka tartibdagi tadbirkor, ikkinchisi oilaviy tadbirkorlik, uchinchisi dehqon xo'jaligi, xususiy korxona, mas'uliyati cheklangan jamiyat, oilaviy korxonalar, aksiyadorlik jamiyati, qo'shma korxonalar, qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat, sho'ba korxonalar va fermer xo'jaligi va boshqalardan iborat. Ikkinchi rejamiz tadbirkorlik faoliyatini tashkiliy huquqiy shakllari. Demak, qonun asosida qanday huquqlarga ega va tadbirkorlik faoliyatini qanday shakllari mavjud, shular haqida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tashkiliy huquqiy shakli bu qonunchilik tomonidan tan olingan iqtisodiy subyekt shakli hisoblanadi. U subyekt tomonidan mol mulkini ta'minlash, undan foydalanish usulini, shuningdek, uni huquqiy maqomini, faoliyat maqsadini belgilab beradi. Tadbirkorlik faoliyatining individual yoki bo'lmasa jamoaviy tashkiliy huquqiy shakllari bor. Ikkita ko'rinishda bo'ladi. Demak, huquqiy jamoaviy shakli bo'ladi va individual shakldagi bo'ladi. Demak, xo'jalik yurituvchi subyektda tashkiliy huquqiy shaklini eng sodda shakli bu yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Bunday holda faqatgina bitta egasi bo'ladi, barcha mablag'larga egalik qiladi, ularning daromadlari ham mustaqil ravishda tasarruf etiladi va o'z xatti-harakatlari uchun moddiy javobgarlikni ham o'zini zimmasiga oladi. Masalan, qarzdorlik yuzaga kelganda tadbirkorlikni mol-mulki bilan to'lashi mumkin bo'ladi yoki masalan yakka tartibdagi tadbirkorlik yakka o'zi ishlashi mumkin, ammo u ishchilarni yollash huquqiga ham ega bo'ladi. Ikkinchi turdagi ko'rinishi bu jamoaviy. Demak, boshqa barcha biznes shakllarida bu jamoaviy hisoblanadi. Bularga tijorat, notijorat tashkilotlari, sheriklar, korporatsiyalar, ishbilarmon jamiyatlar, kooperativlar, davlat korxonalari kiradi. Notijorat tashkilotlar uchun foyda olish asosan maqsad emas, bu o'sha miqdorli o'z-o'zini rivojlantirish uchun ishlatiladi va ishtirokchilar o'rtasida taqsimlanmaydi. Tijorat tashkilotlari foyda olish uchun yaratiladi. Bular sheriklar, ustav kapital bo'lgan kompaniyalar kiradi. Hamkorlik bu o'sha ustav kapitalni shakllantirish faoliyatini ikki yoki bo'lmasa undan ortiq shaxslar amalga oshiradigan tadbirkorlikni tashkiliy shakli hisoblanadi. Ularning har biri ustav kapitaldagi ulushi hajmiga qarab ma'lum majburiyat yoki bo'lmasa huquqlarga ega bo'lishadi. Biznes kompaniyalari
demak biznes kompaniyalar nima va ularning turlari haqida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ustav kapitali bir yoki bo'lmasa bir nechta shaxs tomonidan aksiyalarni qo'shish yo'li bilan tuziladigan tashkilot xo'jalik kompaniyasi deb ataladi. Bunday xo'jalik yurituvchi subyektlarning 4 ta shakli mavjud. Demak, birinchisi mas'uliyati cheklangan jamiyat MCJ hisoblanadi. Ikkinchisi ochiq aksiyadorlik jamiyati, uchinchisi yopiq aksiyadorlik jamiyati va to'rtinchisi qo'shimcha mas'uliyatli kompaniyalar hisoblanadi. Mas'uliyati cheklangan jamiyat ta'sischisi bir yoki bo'lmasa bir nechta shaxslarning majburiyatlari bo'yicha faqat ular qo'shgan hissa doirasida javobgar bo'lishadi. Korporatsiya bu nima? Bu egalik qiladigan shaxslar tomonidan cheklangan yuridik faoliyatni bitta shakli hisoblanadi. U yuridik shaxs maqomiga ega va boshqa biznes korxonalar tomonidan bajariladigan funksiyalarni ham bajarib borishi mumkin. Ishlab chiqarish kooperativlari nima? Demak, arterlar bu yuridik shaxslar va fuqarolarni kamida 5 ta kishi a'zolik ulush badallari va iqtisodiy faoliyatdagi shaxsiy mehnat ishtiroki asosida ixtiyoriy birlashmasi hisoblanadi. Qabul qilingan foyda uni a'zolari o'rtasida faoliyatda mehnat ishtirokiga qarab turib taqsimlab boriladi. Davlat korxonasi bu mulk va boshqaruv qisman yoki bo'lmasa to'liq davlat idoralari tasarrufida bo'lgan ishlab chiqarishi birligi hisoblanadi. Bunaqa korxonalar o'zini faoliyatida nafaqat foyda olish bilan, balki jamiyat ehtiyojlarini qondirish istagi bilan ham boshqarilib boriladi. Mulkchilikning asosiy shakllari qanday va ular nimalardan iborat? Mulkni huquqiy va iqtisodiy nuqtai nazardan ko'rib chiqishimiz mumkin. Mulkchilikning asosiy shakli mulk kimga tegishli bo'lishiga qarab turib farqlaymiz. Demak, mulk turlari tasnifi eng umumiy shakli mulkka ikkita asosiy turi mavjud bo'ladi. Bu demak, xususiy mulklar va jamoa mulklaridan iborat. Parij va London kreditor klublari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan iborat. Sizlar eshitgandirsizlar, demak, qarzdorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi klublar mavjud. Bu klublarning eng katta yiriklari demak London bilan Parijda joylashgan. London Parij kreditorlik klublari turli mamlakatlar o'rtasida qarzlarni qayta tuzish, boshqa qarz muammolarini ham hal qilish uchun yaratilgan rasmiy norasmiy tashkilot hisoblanadi. London klubining o'zi 1000 tadan oshiq kreditorlik banklarini birlashtirib beradi, bank oldidagi qarzlar bilan shug'ullanadi va qay yo'llar bilan hech kim bilmaydi, shu qarzdorlikni qaytarib berish bilan shug'ullanadi va o'sha talabgorlarning talablarini qondirib beradi. Leasing nima va u nima bilan shug'ullanadi? Leasing kompaniyalari faoliyatining prinsipi nimadan iborat? Leasing bozori juda ham tez rivojlanyapti va ko'plab yuridik jismoniy shaxslarning allaqachon leasing kompaniyalari bilan hamkorliklari, afzalliklari ijobiy baholanib borgan. Agar siz avtomobil yoki bo'lmasa qurilish texnika uskunalari kerak bo'lsa, ularni hammasini siz ijaraga olishingiz mumkin. Uzoq muddatga ijara olishni biz leasing deymiz. 3-chi rejamiz tadbirkorlik faoliyatida marketing siyosati. Bugungi kunda tadbirkorlarimiz albatta marketing siyosatini bilish kerak. Marketingsiz biz biznesni ham, tadbirkorlik faoliyatini ham umuman tasavvur qila olmaymiz. Bugungi hayotimizning o'zi marketingdan iborat. Marketing inglizcha so'zdan olingan bo'lib, market bozor, bozordagi harakat, faoliyat, bozor faoliyati yoki bo'lmasam bozorni o'rganish degan ma'noni bildiradi. 19-asr 60-yillarda McCovern tomonidan marketing atamasi kiritilgan bo'lib, marketing nazariy konsepsiyasi tijorat faoliyatining o'ziga xos hodisasi tarzida 20-asr boshlarida Amerika Qo'shma Shtatlarida rivojlangan. Michigan, Kaliforniya, Chikago universitetlarida marketing fanlari o'qitila boshlandi va rivojlana boshlandi. Ilk bor Amerika Qo'shma Shtatlarida har xil kompaniyalar yoki bo'lmasam marketingni rivojlantiruvchi agentstvalar paydo bo'la boshladi. 1908-yilda AQShda marketing muammolarini o'rganadigan birinchi ixtisoslashgan firmalar paydo bo'lish boshladi. 1911-yilda esa o'sha davrdagi bir qator yuridik kompaniyalar tijorat tadqiqotlari bilan shug'ullana boshladi. Demak, yirik davlat tadqiqotlari, kabinet tadqiqotlari bilan shug'ullanuvchi yirik tadqiqot kompaniyalari paydo bo'la boshladi va bugungi kunda agar bilsanglar, juda ham katta yirik tadqiqot o'tkazuvchi kompaniyalar mavjud va o'sha kompaniyalar top o'ntaligiga kiritilgan
eng ko'p kompaniyalar bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyasi hisoblanadi. Va yirik kompaniyalar Microsoft kompaniyasi, Amazon kompaniyalari, Google kompaniyalari va tovar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar shu tadqiqotlardan foydalanadi va o'zlarining daromadlari 0.2% dan to 1-2% gacha foyda ulushini tadqiqotlarga sarflashadi. Amerika marketing jamiyati 1931-yilda tashkil etildi. 1933-yilda esa Amerikada marketing milliy uyushmasi tuzildi. 20-asrning 60-50-yillarda Xalqaro marketing federatsiyasi, jamoalik fikri hamda marketing bo'yicha Yevropa jamiyati, Yevropa marketing akademiyasi paydo bo'lishi boshladi. Xalqaro marketing tashkilotlari tuzildi va marketingga zamonaviy kasblardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda marketingga o'zini hissasini qo'shgan Filip Kotler juda ham ko'p adabiyotlari bor va u marketingga otasi hisoblanadi va o'sha adabiyotlar rus tiliga, o'zbek tillariga tarjima qilib, bizni O'zbekistonda ham marketing juda ham keng qo'llanila boshladi va o'qitila boshladi. O'zimizning O'zbekiston Respublikamizga 1970-yillarda Toshkent davlat iqtisod universitetiga fan sifatida o'qitila boshladi va keng rivojlanishni boshladi. Agar Filip Kotler hayotiga nazar soladigan bo'lsak, u rossiyalik immigrant. 1930-yili ota-onasi Amerika Qo'shma Shtatlariga immigrant tarzida kelishadi va 1931-yili Filip Kotler dunyoga keladi. Va bugungi kunda o'zini 94 yoshini qarshilashiga qaramasdan Yevropa davlatlarida, Rossiyada va Amerika Qo'shma Shtatlarida Filip Kotler hozirgi kunga qadar ham o'zini treninglari bilan qatnashadi va aksiyadorlik jamiyati raislari yoki bo'lmasa biznesmenlar, tadbirkorlar, konsaltingoviy firmalar vitse-prezidentlari shu treninglarda o'zlarini pul mablag'lari hisobidan shu treninglarda qatnashishadi, o'qishadi va malakalarini oshirishadi. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Samsung kompaniyasini Apple darajasigacha ko'tarib o'zini hissasini qo'shgan insonlardan bittasi shu Filip Kotler hisoblanadi. Marketingda o'zini elementlari bor. Marketingga elementlarini biz marketing kompleksi deymiz yoki bo'lmasa marketing elementlari deymiz yoki bo'lmasa marketing miksi deb atashimiz mumkin. Demak, 1960-yilda marketing mix elementlaridan 4 ta element bo'lgan edi. Bu yana kengaytirib 6 ta element bo'ldi, 7 ta element. Bugungi kunda 2024-yilga kelib marketing elementlari 43 taga yetdi. Har biri P deb nomlanadi. Demak, eng asosiy bazaviy elementini 4P tashkil qiladi, fundamentini. Bular demak product, place, promotion, process, persistence, people va persistent advance'lar kiradi va ularni har birini agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, marketingning eng asosiy elementi bu demak mahsulot hisoblanadi, product. Ikkinchisi, mahsulot yaratilgandan keyin biz unga narx qo'yishimiz kerak bo'ladi. Narx elementi bizda price deyiladi. Uchinchisi, tovar ishlab chiqarildi, narx qo'yildi. Endi uni biz nima qilishimiz kerak? Uni sotishimiz kerak. Uni siljitishimiz kerak. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Bizga joy kerak bo'ladi, bozor kerak bo'ladi, do'kon kerak bo'ladi. Qayerga tovarimizni qay narxda joylashtirishimiz bizda place elementi hisoblanadi va joylashtirganimizdan keyin Filip Kotler bitta gapi bor. Agar tovarimizni do'konlarda shundoq turadigan bo'lsa va hech qanaqa qiymatga ega bo'lmasdan uni iste'molchilar xarid qilmaydigan bo'lsa, u muzeydagi eksponat hisoblanadi xolos. Qachonki o'zini qiymatiga yarasha narxga sotib olinsa va iste'molchi uyiga borib iste'mol qiladigan bo'lsa, unda o'sha paytda biz mahsulotimizni tovar deyishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingisi esa promotion, uni siljitish, rag'batlantirish, iste'molchiga tanitishdan iborat bo'ladi. Va beshinchisi bu people, demak o'sha insonlar ishtirok etishi, iste'molchilarimiz people elementlariga kiradi. Protsess, jarayon, to o'sha tovarni ishlab chiqarish jarayonidan tortib iste'molchiga yetib borgungacha bo'ladigan barcha jarayonlar shu elementning ichiga kirib ketadi. Keyingisi esa o'sha marketingda tovar yoki bo'lmasa xizmat o'zini qay darajada ekanligini isbotlab berishi kiradi. Mana endi bugungi kunda marketing 1, marketing 2, marketing 3, marketing 4 va oxirgi yozilgan kitoblar Filip Kotler kitobi marketing 5 chiqdi. Demak, marketing 5 eng asosiy maqsadi bu iste'molchilarni o'rganish va iste'molchilar xohishini inobatga olgan holda tovarlarni ishlab chiqarish bo'ladi.
Mana masalan bu slaydimizda ham ko'rishimiz mumkin. Barcha xatti-harakat, barcha xizmat, barcha tovar o'sha iste'molchilarga qaratilgan bo'lishi kerak va iste'molchilar bizning xizmatlarimizdan va tovarlarimizdan qoniqish hosil qilishi kerak. Demak, marketing shunday jarayonki, tovar ishlab chiqaruvchi o'zini tovarini yaxshi narxga sotganidan xursand, iste'molchi esa arzon narxda sifatli tovarni sotib olgandan xursand. Bularni ikkalovini orasidagi bo'ladigan jarayonni biz marketing deymiz. Marketingning eng asosiy vazifalaridan bittasi bor iste'molchilarni ushlab qolish, o'zini mijozlarini va yangi mijozlarni jalb qilishdan iborat bo'ladi. Buning uchun bizga nimalar xizmat qiladi? Shularni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, marketing bugungi kunda nafaqat bozorda, nafaqat do'konlarda, demak, bugungi kunda marketingni biz universitetlarda ko'rishimiz mumkin, muzeylarda ko'rishimiz mumkin va kasalxonalarda ham muzey marketingni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Marketingni yana bitta xususiyatlaridan biri shundaki, insonlarni ismi yoki bo'lmasam o'zini brendi, shaxsiy brendi ham tovarlarda yoki bo'lmasam binolarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining 45-prezidenti Donald Tramp biznesmen bo'lgan bilamiz. Va Donald Tramp ismini biz ichimliklarda yoki bo'lmasam kiyim-kechaklar kolleksiyalarida yoki bo'lmasam katta-katta gostinitsalarda, mehmonxonalarda yoki bo'lmasam binolarda nomlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi kunda marketingni biz ijtimoiy sohalarda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, tabiatni muhofaza qilishda, sog'liqni saqlashda yoki bo'lmasam har bir davlatning binolari ham marketing bo'ladi. Mana masalan, Fransiyani tanitishda bizga yordam beradi o'sha Eiffel minorasi yoki bo'lmasam Xitoy o'zini buyuk devori yoki bo'lmasam Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zlarini binolari bilan mashhur bo'lishadi va bular ham o'sha davlatni tanitishda yordam beradi va bu ham marketing hisoblanadi. Mana endi sizlarga yana bitta misol keltirishim mumkin. Eng katta American Girl kompaniyasi bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'yinchoq ishlab chiqaradigan kompaniya va yer yuziga o'zini o'yinchoqlarini eksporti bilan mashhur. U faqatgina mahsulot sotib qolmasdan, mahsulot plus unga yana asosiy takliflar ham berishi mumkin. Uning takliflari nimadan iborat? Demak, mahsulotga yana qo'shimcha tarzda xizmatlar taklif qiladi. Demak, do'konga iste'molchilar boradi. Bu qo'g'irchoqni sotib olgandan keyin qo'g'irchoq spektakllari ham ko'rsatib beriladi 10-15 daqiqa. Bu iste'molchilarni qiziqtirishini uyg'otish va iste'molchilarni jalb qilish va sotuvni rag'batlantirish uchun xizmat qiladi. Undan tashqari, o'sha bolajonlar uchun dasturxon, kofe breaklar qilishni tashkil qilib berishadi. Undan tashqari qo'g'irchoqlarning sochlarini istagan, xohlagan turmaklar berishlari mumkin bo'ladi. Oddiygina qo'g'irchoq sotib qolmasdan, undan tashqari mana ko'rayotganingizdek 4 ta narsani ham taklif qiladi va bu boshqa raqobatchilarga nisbatan mijozlarni yana ham qiziqishini kuchaytirib berishi mumkin bo'ladi. Endi bugungi kunda mashhur brendlarni oladigan bo'lsa, Apple kompaniyasi, Google kompaniyasi, Microsoft kompaniyasi, McDonald's kompaniyalarini oladigan bo'lsa, brendlarni o'zi narxlanadi. Mana masalan, Microsoft kompaniyasining brendini narxi hattoki o'zini o'sha kompaniyani ko'chmas mulki, bino inshootlari yoki bo'lmasa yer uchastkalari, asosiy vositalarini qo'shib turganda ham o'sha Microsoft kompaniyasining brendini narxini chiqarib bermasligi mumkin bo'ladi. Brendni nomlanayotganda shu narsalarga marketingda ahamiyat berish kerak. Masalan, Yevropa davlatlarida ishlab chiqariladigan tovarlar bor. Craftsman deb nomlanadi yoki bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqariladigan mashhur o'sha ichimlikning nomi Oasis. Bu ham o'sha antiqa, chiroyli nomlanishiga bog'liq bo'ladi. Yoki bo'lmasam qandaydir o'zini individualligini ko'rsatish uchun sizlar ranglardan foydalanishingiz bo'ladi. Lekin brend nomlanayotganda, boshqa davlat tiliga o'girganda yomon ma'noni bildirib qolish kerak emas. Bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Mana masalan, aytaylik, Kuso brendi bor. Agar buni biz yapon tiliga tarjima qiladigan bo'lsa, juda ham yomon ma'noni keltirib chiqaradi va boshqa davlatlarga biz eksport qila olmasligimiz mumkin. Mana masalan, bugungi kunda rekord darajaga chiqqan
mashinalarni sotishi bo'yicha rekord darajaga chiqqan birinchi o'rinda Yaponiya kompaniyasi Toyota kompaniyasini oladigan bo'lsak ham, o'zi uni asoschisi Sakita Toyoda nomiga qo'yilgan. Boshida kompaniya nomi Toyota bo'lgan. Yevropa davlatlari Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qilayotganda u davlatni yaxshilab o'rganib, Toyota so'zi ular aytishi qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, men o'zim ham qiynalmayman Toyota degani. Va shu osonlashtirish uchun shu nomini Toyota deb nomlanishgan va Toyota qilib nom berilgan. Mana shu ham o'sha boshqa davlatlarda xalqaro darajada marketingni rivojlantirishda ham shu narsalarni inobatga olish kerak. Brendlarni kengaytirish. Bir xil hollarda bizga brendlarni kengaytirish juda ham samara beradi, bir xil hollarda bizga samara bermaydi. Masalan, Fransiyani eng mashhur kompaniyalaridan Danone oladigan bo'lsak, Danone brendini kengaytirishi eng asosiy maqsadi tovarlarni merchandizerlar tomonidan o'sha katta do'konlarda o'sha rastalarni ko'proq tovar bilan egallashdan iborat va shakllarini, mazalarini o'zgartirib, turli xil segmentdagi insonlar uchun, demak, qariyalarga, yoshlarga, o'rta yoshdagi, uyda o'tiradigan insonlarga, masalan, ishlaydigan insonlarga moslashtirilgan holatda chiqarilishi mumkin. Ular masalan shish idishlarda, baklashkalarda yoki bo'lmasam katta qadoqlarda yoki bo'lmasam xolodilnikga moslashtirish oson bo'lgan holatlarda chiqarilishi mumkin. Lekin bir xilda shu narsalarni guvohi bo'lamizki, brendlarni kengaytirish bizda iste'molchilarimizni ham yo'qotishimizga sabab bo'lib qolishi mumkin. 80-yillarning oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarida Sprite'ning ulushi 6% egallagan edi. Umumiy sotiladigan suvlarning 6%dagi ulushi bor edi. Shu Sprite o'zini brendini kengaytiraman deb, demak, tilla rangini, olchaligini, dietическийni chiqartirilganda bozordagi o'rnini yo'qotib qo'ydi va sotuv hajmi 2% ga tushib ketdi va bozordagi ulushi 2%, demak 4% o'zini mijozlarini yo'qotib qo'ydi. Yoki bo'lmasa, masalan, o'zimizda ham korzinkada, makroda sotilayotgan o'sha Pepsi'larni ham ko'rishimiz mumkin. Pepsi o'zini brendini kengaytirib, anaqa ananasligini chiqardi, limeligini chiqardi, limonligini chiqardi, lekin bu sotuv hajmiga keskin ta'sir qildi va umuman agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, bozorda ulushi kamaydi va ketgani yo'q. Oxiri majbur bo'lishdi. O'sha qaysidir tovarni sotib oladigan bo'lsangiz, yoniga plus qilib, qo'shimcha qilib, Pepsi Colalarni sotish hajmini shunaqa qilib siljitishdi va qo'shib yuborishdi tovarlarni yoniga. Yana shu narsa borki, brendni kengaytirish quyidagi narsalarga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, Samsung bir chiziqli brend hisoblanadi. Brendlarning 7 xil turlari mavjud bo'ladi. Ularni sizlar bilan keyin yana alohida, xudo xolasa, ikkinchi kursda marketing fanini o'tganimizda sizlarga tushuntirib beraman. Demak, chiziqli brend hisoblanadi. Har bir tovariga Samsung deb nomlaydi. Demak, o'zini ishlab chiqaradigan smartfonlariga Samsung deb nomlaydi. Xolodilnik, bitaviy texnikalar, kiradigan mashinalar, televizorlar yoki bo'lmasam videomagnitofonlar, mikrovolnovый pechlar, kiradigan mashinalar, undan tashqari qurilish kompaniyalariga ishlab chiqaradigan katta kranlar yoki bo'lmasam ko'tarish kranlari, ekskavatorlari, undan tashqari katta sudnalarda suv transportlariga dvigatellar ishlab chiqaradi. Ularning ham hammasi bitta nomda ketadi, Samsung deb nomlanadi. Endi qarang, agar sizni mana shu mahsulotingizdan bittasi agar brak bo'lib qoladigan bo'lsa, brak chiqadigan bo'lsa, u ketdi boshqa mahsulotlarni ham sotuv hajmiga keskin tarzda ta'sir qilishi mumkin. Chunki agar masalan CRMda shunaqa narsa borki, mijozlarni o'rganganda shu narsaga amin bo'ldiki, olimlar tadqiqot natijasiga ko'ra, agar sizni mahsulotingiz juda ham yaxshi bo'lsa, undan qoniqish hosil qilishgan bo'lsa, 9 ta odamga bu xabar yetib boradi. 9 ta odamga o'sha odam maqtarkan. Agar bitta brak chiqib qolib, nosi chiqib qoladigan bo'lsa, demak 16 ta odamga bu yomon xabar tarqaladi. Ko'ryapsizlar, 2 baravar deyarli mana shu minus doim tarqalishi yuqori bo'ladi. Va o'sha tovar haqida yomon xabarlar tez tarqab ketadi. Mana endi yana brendda Siyoko degan marka, mashhur marka bor va shu mijozlarga moslashtirilgan holatda 2 xil turda o'zini tovarini chiqaradi. Demak, Siyoko Lasel bor va Siyoko Pulsar bor.
Demak, Seiko Pulsar bu boy insonlar uchun mo'ljallangan $1000 oshiq turadigan soat hisoblanadi va o'rta daromadli iste'molchilar uchun Seiko Vasil chiqariladi. Bu $100 atrofida bo'ladi. Unaqa tarzda ham bozori o'rgangan holatda iste'molchilarga moslashtirib turib brendimizni kengaytirishimiz mumkin. Mana masalan Johnson & Son kompaniyasi faqatgina shu nom bilan emas, demak o'zini ishlab chiqaradigan tovarlarni boshqa nomlar bilan ishlab chiqarishi mumkin. Buni yana Procter & Gamble bu kompaniyasida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi tovarlarimizni. Mana endi marketingda 3 xil marketing ko'rishimiz mumkin. Demak, ichki marketing, tashqi marketing va ikki yoqlama marketing. Agar kompaniya va xodim o'rtasidagi marketingni biz ichki marketing deymiz. Ichki marketingni rivojlantirish uchun biz xodimlarimizni doimiy ravishda malakasini oshirib boramiz. Malakasini oshirganda ham boshqa davlatlarga jo'natib, ularni o'qitishga yuboramiz va sertifikatlaymiz. Keyingisi tashqi marketing. Tashqi marketingda bu kompaniya bilan iste'molchilar o'rtasidagi munosabatni biz tashqi marketing deymiz. Va keyingisi esa ikki yoqlama marketing. Bu iste'molchilar va xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatni biz ikki yoqlama marketing deymiz. Bunda mana masalan aytaylik, saytlarda bir-biriga gaplashishligi yoki bo'lmasam o'sha saytlarda xabar qoldirishligi, kommentariy qoldirishligi yoki bo'lmasam xodim bular bilan munosabat o'rnatishi, to'g'ridan to'g'ri aloqa qilishlarini biz ikki yoqlama marketing deb ataymiz. Shunday holat bo'lgan, mana masalan xodim bilan iste'molchilar o'rtasidagi munosabat. Bu bo'lgan voqea Amerika Qo'shma Shtatlarida katta 5-звездочный 5 yulduzli gostinitsa mavjud, Ritz Carlton deb nomlanadi va shu yerda bitta mijoz ayol turist kasal bo'lib qoladi, kechasi bilan ismalab chiqadi va xodim o'sha yerdagi ofitsiant kechasi bilan shu ayolga asalchoq qilib, ismalarini o'lchab, ertalab turgunga qadar bu ayolning sog'lig'iga qarab chiqadi va bu ayol sog'ayib ketgandan keyin butun o'sha dam olayotgan gostinitsada dam olayotgan mijozlarga bu haqida xabar etadi va o'zini davlatiga borganda ham shu xabar haqida hammaga aytadi va endi ahamiyat beradigan bo'lsanglar 90% o'sha yerdagi mijozlar shu mehmonxonaga qaytib kelishar ekan. Endi biz nima qilamiz? Hozir ichki marketingni rivojlantirish maqsadida bizlarga hozir xodimimizni shu munosabati orqali 90% klient yana bizga qaytib kelyapti. Uning uchun biz bu xodimimizni demak yaxshigina rag'batlantiramiz, pul mukofoti beramiz. Bayram kunlari unga dam olish kunlari deb e'lon qilishimiz mumkin va yana ham malakasini oshirish uchun chet ellarga jo'natib, ular malakasini oshirish kurslariga jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Endi har doim mijozimizni talabini qondirishimiz uchun va ularning kayfiyatini ko'tarishga quyidagi narsalarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Mana masalan, o'zi telefon plus anaqa taklifini berishimiz mumkin, qulochini taklifini berishimiz mumkin bo'ladi. Bunday oladigan qaraydigan bo'lsak, qulochimiz masalan 100 mingdan past narx turadi. Masalan, o'sha telefonning narxini ichida bo'lishi mumkin. Biz bunga alohida uni sotgandan ko'ra, o'sha agar telefonimizni masalan taxminan aytaylik $100 ga sotayotgan bo'lsak, biz aytaylik $110 ga sotaylik, lekin plus qulochini bilan birga sovg'a qiladigan bo'lsak, bu o'sha iste'molchilarimizni rag'batlantirib beradi. Bozorda iste'molchilarni turlarga bo'lib turib, klientlarimizni, mijozlarimizni kompaniya ularga moslashgan holatda tovar ishlab chiqarish kerak. Uning uchun biz nima qilamiz? Bozorni segmentlarga bo'lib o'rganamiz va bozor 4 ta omilga asosan segmentlanadi. Demak, birinchi omil bu geografik omil, ikkinchi omilimiz demografik omil, uchinchi psixografik omil va to'rtinchisi inson munosabatlari omillari hisoblanadi. Demak, geografik omil bo'yicha quyidagicha bo'linadi. Demak, mamlakatlar, shaharlar, qishloqlar, rayon, regionlar bo'yicha biz insonlarni bo'lib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana masalan, Coca-Cola kompaniyasi Amerika Qo'shma Shtatlarida umuman boshqa ko'rinishda chiqariladi va Yaponiya davlatida umuman boshqacha ko'rinishda chiqariladi. Xitoy
Xalq Respublikasida umuman boshqacha, o'zimizni O'zbekiston Respublikasida Coca-Cola umuman boshqacha, o'zimizni mentalitetga xos, o'zimizni xalqimizga moslashtirilgan holatda chiqariladi. Mana masalan, sinab ko'rishingiz mumkin, Qozog'istonda chiqariladigan Coca-Cola, Koreyada chiqariladigan Coca-Cola, Amerika Qo'shma Shtatlarida va o'zimizda ishlab chiqariladigan Coca-Colani tarkibi va mazasi keskin bir-biridan farq qiladi. Chunki o'sha yerda yashaydigan odamlarga moslashtirilgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam keyingisi demografik holatda insonlarning omilligi bo'lishimiz. Yoshi, jinsi, oilasi, topadigan daromadlari, shug'ullanadigan mashg'ulotlari, demak, ilmi, ularning dini, ularning hammasini ichiga kirib ketadi. Mana endi Pepsi Cola bilan Coca-Colani oladigan bo'lsak, Pepsi Cola 6 yosh va undan kattalarga mo'ljallangan. Coca-Cola esa 30 yosh va undan kattalarga mo'ljallangan. Procter & Gamble kompaniyasi faqatgina ayollarga mo'ljallangan. Bugatti kompaniyasini oladigan bo'lsak, demak ayollarga ham, erkaklarga ham moslashtirilgan holatda tovar ishlab chiqaradi. Keyingisi psixografik omil bo'yicha, demak, u qaysi sinfga mansubligi, yashash tarzi, u insonni, demak, toifasi turi kiradi. Mana masalan, agar oladigan bo'lsak, Volvo kompaniyasi bezopaslik, demak, xavfsizlikni beradi. Siz agar xavfsizlikni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, marhamat, Volvo kompaniyasining mashinalarini sotib olish. Tezlikni yaxshi ko'radiganlar esa BMW ni tanlashlari mumkin bo'ladi va BMW aynan tezlikni yaxshi ko'radigan mijozlar uchun tovar ishlab chiqaradi. Keyingisi, demak, insonning xulq-atvori bo'yicha qay tarzda ular tez shu narsani sotib olishadi. Bir oyda bir martami yoki har haftada yoki har kuni shu narsani iste'mol qilishadi. Mana masalan, agar ichimlik suvlarini oladigan bo'lsanglar, gazli ichimliklarni 1 yilda bir marta yoki masalan 1 oyda bir marta ichadiganlar bor va har kuni ichmasdan tura olmaydiganlar bor. Yoki masalan kofelarni olishimiz mumkin. Har kun damlab icha olmasdan tura olmaydiganlar bor. Har kuni iste'mol qilish kerak. Yoki bo'lmasa 1 oyda, 1 yilda iste'mol qiladiganlar bor. Mana bular o'sha insonni xulq-atvoridan kelib chiqqan holdagina ishlab chiqariladi va shunga amal qilinadi. Endi marketingning o'zining turlari mavjud. D-marketing, R-marketing, sinxro marketing, qo'llab-quvvatlovchi marketing. Marketingning turlari juda ham ko'p. Har birini alohida yana ko'rib chiqamiz va bugungi anaqamizga, mavzumizga vaqtimizni kamligi uchun faqatgina D-marketing haqida sizlarga qisqacha aytib o'tmoqchiman. D-marketing masalan Bugatti kompaniyasi eksklyuziv tovar ishlab chiqaradi. Noodatiy ko'rinishga ega bo'lgan mashina va bu ishlab chiqarilgan mashina soni juda ham kam chegaralangan 10 donagina ishlab chiqariladi. 10 dona ishlab chiqarilgandan keyin talab keskin oshib ketadi. Talabni tushirish maqsadida biz D-marketingni qo'llaymiz. Ya'ni tovarimizni 10 donagina, talab juda ham yuqori, biz o'sha tovarimizning narxini oshirib qo'yamiz va 2,28 million yevro qo'yilgandan keyin o'zi insonlar o'sha talab tushishiga olib keladi va o'zimizning haqiqiy mijozlarimizda qoladi va o'sha 10 ta mashinani biz haqiqiy mijozlariga sotamiz. Yoki bo'lmasam bir paytlar Murod Building kompaniyasini uylari ham xuddi shunaqa reklama ko'chaga afishalar osilganda talab juda ham yuqori, keskin ko'tarilib ketganda D-marketing qo'llanildi va D-marketingga asosan talab sekin pastga tushirila boshladi. Yana marketingning bitta xususiyatlaridan Procter & Gamble kompaniyasining mahsulotlari, demak, bu kompaniyaning mahsulotlari turli xil markadagi mahsulotlar bilan nomlanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mashhur nomlar, lekin tovarga alohida eksklyuziv reklamalar olinadi va alohida yondashiladi. Masalan, Head & Shoulders, Panty Pravilla, Herbalry, Ariel, Tide hammasi demak Procter & Gamble kompaniyasining mahsuloti. 100 dan 200 dan ortiq mahsulotlari alohida nom bilan, marka bilan nomlanadi. Mikro marketingda marketing ikkiga bo'linadi. Demak, lokal marketing bor, individual marketing bor. Lokal marketing demak aynan o'sha davlatga moslashgan bo'ladi. Bu brend o'sha alohida guruh vakillariga moslashgan bo'ladi. Masalan, Coca-Cola kompaniyasi Amerika Qo'shma Shtatlarida baklashkalarda ham o'sha polietilen idishlarida Coca-Colani qo'yib berishi mumkin. Lekin Yaponiya davlatlarida umuman baklashkalarda siz Coca-Colani ko'rmaysiz. Ular bu ko'rinishga ega bo'lgan Coca-Coladan foydalanishadi. Individual marketing bu demak personality elementiga xos. Bunda demak
yagona siz uchun moslashtirilgan tovar ishlab chiqaradi. Bunda Rolls-Royce kompaniyasini ham misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Rolls-Royce ham yagona shaxs personal uchun xizmat ko'rsatiladi va sizga yig'ib berilgan sborka qilingan, ruchnoy sborka qilingan mashina boshqa insonlarda ko'rmasligingiz mumkin bo'ladi. Siz unga zakaz qilasiz, buyurtma berasiz. Sizni buyurtmangiz asosida istagan rangingizda, istagan xohlagan ko'rinishda mashinani yaratib topshirishadi va bu mashina boshqa mijozlarda umuman ko'rmaysiz. Yana marketingda biz simvollarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana masalan, Disney kompaniyasini brendidan tashqari Disney o'zini qahramoni bor va shu qahramonni o'zini ko'rganingizda ham sizga Disney degan so'z keragi bo'lmay qoladi. Masalan, Mickey Mouse Disneyni rasmiy qahramoni hisoblanadi. IBM, demak, ko'k rangni ko'rganda biza Facebook o'zimizning oldiga keladi, yoki bo'lmasa IBM kompaniyasi. Sariq qizil ranglarni ko'radigan bo'lsak, Kodak kompaniyasi. Mario qahramoni esa Nintendo'ni timsoli hisoblanadi. Mijozlarni o'zini kategoriyalari mavjud va Philip Kotler so'nggi kitobida mijozlarni 4 ta turga bo'ladi. Demak, bular kapalaklar, o'rtoqlar, begonalar va yopishqoqlar. Kapalaklar bu doimiy bizning mijozimiz emas, bir oyda, bir yilda bir marta keladi, lekin o'sha bir yil bizi davomida keladigan o'rtoq mijozlarimizni qiladigan savdosini qilib ketishligi mumkin. Demak, bizdan juda ham ko'p mahsulot xarid qilishadi. O'rtoqlar, do'stlar, demak, bizdan doimiy ravishda sotib oladigan mijozlarimiz hisoblanadi. Bu mijozlar biz uchun juda ham qadrli bo'ladi va bularni doimiy ravishda rag'batlantirib borishimiz kerak bo'ladi, chunki yaqinlariga, qarindosh urug'lariga, do'stlarga taklif qilishadi va mijozingizni aynan shular ko'paytirib berishadi. Keyingisi chujaki, bular begonalar, juda ham kam kirishadi, juda ham kam holda xarid qiladigan mijozlarimiz. Yopishqoqlar doimo sizni chalg'itishadi, savollar berishadi, lekin sotib olishmaydi. Juda ham kamdan kam sotib olish ular tomonidan amalga oshiriladi. Endi bizning mahsulotlarimizga chegirma berishlarimiz mumkin bo'ladi. Lekin chegirma bizning mahsulotimizning qiymatini keskin ravishda tushirib yuboradi. Chegirma bergan kuningiz mijozlaringiz soni ko'payib ketadi, lekin chegirma tugagan paytda, aksiyasi tugagan paytda mijozlar sizdan qochishni boshlaydi va doimiy ravishda siz ularni shu aksiyaga o'rgatib qo'yasiz. Biza qachon mijozlarga aksiya berishimiz mumkin, demak, chegirmalar qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana masalan, yo'llanma sotuvda chegirma bilan olgan mijoz bilan chegirmasiz o'zining narxiga sotib olgan mijozning orasidagi farqni ko'ryapsiz. Chegirma bilan sotib olgan inson vohli ketyapman, menga yoqmasa kerak, chegirmaga arzon narxga sotib oldim va bu narxga men qanaqa qilib dam olib kelishim mumkin deb kayfiyati tushib ketgan. Va o'zining narxiga qimmat narxga sotib olgan, maza qilib dam olib kelsam kerak, chunki men katta narxda pul to'ladim deb o'ylaydi. Lekin vaholanki ikkalovi bitta joyga, bitta gostinitsaga ketayotgan bo'lishadi. Qaysi bir yoqda mana shu narx odamlarning miyasiga juda ham katta ta'sir qiladi. Buni marketolog tomonidan, neyromarketing tomonidan o'rganilgan va insonlarni, klientlarni, mijozlarni miyasini MRT qilgan holda ko'rildi. Demak, bunda oddiy bitta vino, o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan vino deb misol keltiraylik, va bokallarga qo'yib berilib, $10 vino va $100 vino deb berilgan. $10 vinoni ichirib, mijozni boshini, demak, MRT qilinganda hech qanaqa his-tuyg'u va hech qanaqa o'sha o'zgarishlar ko'rilmagan va $100 vino ichyapsiz deb MRT qilinganda odamlarning kayfiyati ko'tarilgan, dopamin yaxshi uyg'ongan miyasida va ko'p mijozlar menga shu $100 vino yoqdi deb aytishgan. Va holanki agar oladigan bo'lsangiz, bittagina vino qo'yib berilyapti. Demak, narx odamlarning miyasiga juda ham katta ta'sir qiladi. Chegirma stavkalari past sifatli bizga mijozlarni shakllantirib beradi. Masalan, siz chegirma qilgan paytingiz, sizdan o'sha 1-2 kun oldin chegirmasiz sotib olgan mijozingiz juda ham xafa bo'lib qolishi mumkin. Ustimdan kulyapsizlar, oldingi hafta to'liq o'zini narxiga sotib olgan, nimaga endi chegirma beryapsizlar deb jahli chiqadi va mijoz sizdan qochadi. Qaysi holatlarda biz chegirmalar berishimiz mumkin bo'ladi va qachon berishimiz kerak? Oldindan to'lov qiladigan bo'lsa, marhamat, chegirma bering. To'plamda sotib olgani uchun marhamat, chegirma bering. Masalan, Pepsi Cola, Coca-Cola, Fanta yoki bo'lmasam o'sha Oriflame kosmetikalar, Avon kosmetikalarini o'sha to'plamlarini sotib olsin va ularga chegirma bering.
yoki bo'lmasa mavsumdan tashqari xaridlar uchun. Mana masalan hozir qishki mavsum уже tugadi, bahor keldi, qishki kiyimlarga biz chegirma berishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa yozgi kiyimlarga chegirma berishimiz mumkin. Lekin bahorgi kiyimlarga biz chegirma bermaymiz, chunki mavsum boshlandi. Ulgurji xaridlar uchun agar optim shu ulgurji sotib oladigan bo'lsa, marhamat berishimiz mumkin. Bepul namuna tarqatishimiz mumkin. Bepul namuna qachon bo'ladi? Kitoblar berishimiz mumkin, o'yinlarni, havolalarini berishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha mahsulotni kichkinagina bo'laychalarini tekinga namuna sifatida berishimiz mumkin bo'ladi. Va agar siz biznes trener bo'ladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa o'quv kurslari mavjud bo'ladigan bo'lsa, 10 ta darsdan bittasini tekin qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Mashina sizda masalan aytaylik $10,000 bo'ladigan bo'lsa, siz $10,000dan skidka qilib $1,000 qilib $9,000 sotganingizdan ko'ra, bu hozir sizni mahsulotingizni, tovaringizni obro'sini, brendingizni obro'sini tushiradi agar narx tushiradigan bo'lsangiz. Undan ko'ra siz qo'shimcha yoniga narsalar qo'shib bering. Masalan, qo'shimcha kafolat bering 1 yillik. Sug'urtalattiring oldindan yoki bo'lmasam ruli uchun g'iloflar berishingiz mumkin yoki bo'lmasam ichiga chexollar berishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'sha 1 yilga cho'zib to'lash muddatini taklif qilib berishingiz ham mumkin bo'ladi. Oxirgi rejamizda demak tadbirkorlik faoliyatida shartnoma munosabatlari. O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. Demak 1998-yili 29-avgustda qabul qilingan 67-sonli qaror bor. Bu qarorda o'sha tadbirkorlik faoliyatida shartnoma munosabatlari berilgan. Demak, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida qonun qabul qilingan. Ushbu qonunning maqsadi xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini tuzish, bajarish, o'zgartirish, bekor qilish vaqtida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo'ladi. Tadbirkorlik faoliyati sohasida shartnomaviy munosabatlarning asosiy prinsiplari, tamoyillari quyidagilardan iborat. Marhamat. Xo'jalik shartnomalarini tuzishi erkinligi, taraflarning o'zaro manfaatdorligi, shartnoma intizomiga rioya etishi, taraflarning o'zaro mulkiy javobgarligidan iborat bo'ladi. Xo'jalik shartnomasining shakli. Xo'jalik shartnomasi bitimini tuzish uchun nazarda tutilgan yozma shaklda tuziladi. Agar shartnoma tuzish taklifi ushbu qonunning 12-moddasida nazarda tutilgan tartibda qabul qilingan bo'lsa, shartnomani yozma shaklda rioya etilgan deb hisoblanadi. Yozma shartnoma taraflari imzolangan bitta hujjatni tuzish yo'li bilan, shuningdek pochta, telegraf, telepatiya, telefon, elektron aloqa yoki bo'lmasa hujjat shartnomada tarafdan chiqqanligi ishonchli suratda aniqlash imkonini beradigan boshqa aloqa yordamida hujjatlarni almashtirish yo'li bilan biz tuzishimiz mumkin bo'ladi. Xo'jalik shartnomasini tuzish. Xo'jalik shartnomasi qoida tariqasida taraflardan birini offerta deymiz. Demak, shartnoma tuzish haqidagi taklif yo'llarini yo'llashi yoki bo'lmasam ikkinchi taraf uni aspektlashi, demak, taklifni qabul qilishi yo'li bilan tuziladi. Agar taraflar o'rtasida shartnomaning barcha muhim shartlari bo'yicha kelishuvga erishilgan bo'lsa, xo'jalik shartnomasi tuzilgan deb hisoblanadi. Xo'jalik shartnomalari bajarilishini o'zaro tekshirish. Biz qanaqa qilib tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi? Xo'jalik shartnomalarini taraflari xo'jalik shartnomalari o'zini vaqtida lozim darajada bajarilishini o'zaro tekshirib turishi kerak bo'ladi. Shartnoma majburiyatlari buzilgan holda xo'jalik yurituvchi subyekt rahbari xo'jalik shartnomalari bajarilishi uchun chora-tadbirlar ko'rishi, xo'jalik yurituvchi subyektlarning huquqlari, qonun manfaatlarini himoya qilishi, shuningdek zarur holda aybdor shaxsni javobgarlikka tortish choralarini ham ko'rishi shart bo'ladi. Sifatli assortiment navi lozim darajada bo'lmagan tovarlarni, ishlarni, xizmatchilarni yetkazib berganligi uchun javobgarligi. Demak, sifatsiz tovarlar uchun qanaqa javobgarlik bo'ladi? Agar yetkazib berilgan tovarlar, bajarilgan ishlar yoki bo'lmasa ko'rsatilgan xizmatlar sifatda, assortimenti, navi bo'yicha standartlar, texnik shartlar, namunalari etalonlarga, demak, qonunchilikda yoki bo'lmasa xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, sotib oluvchi, demak, buyurtmachi tovarni, ishlarni, xizmatlarni qabul qilishda hamda ularni haqqini to'lashda rad etib, yetkazib beruvchidan, pudratchidan sifati, assortimenti, navi o'sha lozim darajada bo'lmagan tovarni, ish, xizmatini qiymatini 20% miqdorida jarimani undirib olishlari mumkin bo'ladi. Agar tovarni, ish, xizmatlari haqida to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda o'sha qaytishini talab qilishi haqli bo'ladi. Sifatli assortiment
va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar, ishlar, xizmatlar yetkazib berganligi uchun jarima yetkazib beruvchilarni shu pudratchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi. Akkreditativdan foydalanganlik uchun javobgarlik. Tovar yetkazib beruvchi, demak, pudratchi talabiga binoan qo'yilgan o'sha akkreditativ amal qilinadigan muddat ichida foydalanmasa, yetkazib beruvchi pudratchi sotib oluvchiga, buyurtmachiga akkreditativni foydalanmaganlik summasini 5 miqdordagi jarimani to'lab beradi. Va bugungi ma'ruzamiz o'zini nihoyasiga yetdi. Ma'ruzamiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. O'qishda charchamang va davom eting. Sog' bo'linglar.